Anlayotganlar Muhammed Aleyhisselam'ın tercüme hali namlı eser. 219. bab Peygamber Aleyhisselam'ın sıfatları ve güzel ahlakları. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a onundan burunmu ve keyinmu hiç kimge vermegen dünyanın ve ahiretinin kemaletlerini ata kılgan. Peygamber Aleyhisselam'ın izinden menip dünyada maqtılışqa ve ahirette savabqa ega bo'lishimiz uchun bu bobda Peygamber Aleyhisselam'ın chiroyli sifatlari ve güzel ahlaklarından bir qismini namuna sifatida bayon qilib o'tishni zarur hisoblaymiz. Allah bana ve sizge hidayet ato qilib bizni to'g'ri yo'lga boshlasin. İnsanda bo'ladigan ulug'liq ve kamolat xislatlari ikki turlik bo'ladi. Birincisi dunyolik xislati zaruriye bulup o insanın tabiiyeti ve yaşaş zaruriyetinin taqazosından kelib chiqadi. İkincisi bolsa diniy xislati kasbiye bulup bununla ega bo'lganlar maqtashga sazovor bo'ladi ve Allah'a yaqin bo'ladi. Dunyolik xislati zaruriye kasbiy bo'lmaydi. O insanın ixtiyorigami bog'liq emas. Masalan, Peygamber Aleyhisselam'ın yaratılıştaki tabiiy kamolati, chiroydagi go'zalligi, aqliy quvvati, tushunchisinin durustluğu, tilining fasohatligi, tuyg'u sezim ve a'zolarining kuchlikligi, harakatining mo'tadilligi, nasabining esilligi, qavmi ve yurtining ustunligi qatorliq xislatlar bo'lib, yashash zaruriyati taqozo qiladigan g'izo, uyqu, kiyim-kechak, turalg'u joy, mol-mulk ve obro'y qatorliq xislatlarmi shuningga yotadi. Din, ilm, muloyimlik, sabr, shukr, adolat, haqqoniylik, tamassizlik, kamtarlik, afuchallik, iffat, saxiylik, shijoat, hayo, odamgarchilik, kamso'zlik, tamkinlik, ig'ir-basiqlik, mehr-shafqat, chiroyli xuluq, go'zal muomala qatorliq yuksak axloq adablarning hammasi oxiratlik xislati kasbiya doirasiga kiradi. Ular go'zal axloq deb ataladi. Tabiiy bo'ladigan g'ayri kasbiy kamolat xislatlariga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, Peygamber Aleyhisselam'ın vücudida ularning hammasi to'liq topiladi. Peygamber Aleyhisselam'ın chiroyi shaklining go'zalligi, badan qurilishi ve a'zolarining ravrusligi haqidagi rivoyatlarda mundaq tasvirlanadi. Peygamber Aleyhisselam'ın rengi oq, nurona, ko'zlari cho'ng, qarichuqlari qop-qora, eqi qizg'uchroq, kirpiklari quyuq, qoshlari uzun, inchika, burni uzunchaqroq ve qanshaliqroq, uchi sal egilgan, tishi oq ve arashroq, kang peshonalik, yumaloq yuzlik, quyuq soqolliq, kang ko'kraklik, g'ulluq, ustixonliq, bilaklari uzun, putqo'llarining olqonlari kang, o'ttir bo'y, badani ching ve tuklikroq edi. Meydeside tüvenge suzulgan yumran tükler var idi. Külse dişleri çakmakdek ve müldürdek parqırap gidetti. Sözlese dişlerinin arasından nur çıkıvatqandek bilinetti. Bara İbni Azib, qarı çeçi quluğunu yepip durgan, qızıl tulluq Peygamber Aleyhisselam'dan çıraylıqraq adamını körgünüm yok, degen. Ebu Hureyre, Resulullah'tan çıraylıqraq adamını körgünüm yok. Quyosh go'yo uning yuzida oqqandek bilinadi. Kulgan chog'ida yuzining sho'lisi tomlog'i tushib turadi, degan. Abu Halaning hadisida Peygamber Aleyhisselam'ning yuzi 14 kunlik to'lin oydek nurlanib turadi, deyilgan. Ali Peygamber Aleyhisselamni oxirgi suhbatlashida Peygamber Aleyhisselam dastlab qaragan odamga surlik ko'rinadi. Onun bilan aralashib tunishgandan keyin suyimlik tuyuladi, degan. Ali yana suhbatlab Peygamber Aleyhisselam'dek adamni burunmu ve keyinmi ko'rmadim, degan. 220. bab Peygamber Aleyhisselam'ның pokizligi. Peygamber Aleyhisselam'ni pokizlikda, xushbo'ylikda, paskanachilikdan ve najosatlardan yiroqlikda alohida xususiyatlarga ega qilgan ediki, bu xususiyatlar onundan boshqa kishilarda topilmaydi. Allah yana
uni shariatning pokizligi bilan texmi mukammallashtirgan edi. Payg'ambar alayhissalom islom dini pokizlik asosiga qurilgan degan. Anas Payg'ambar alayhissalomdagi xushbo'ylik men purg'an anbarning, iparning va boshqa narsalarning puroqlaridan ortiq edi degan. Jabir Payg'ambar alayhissalom mangzimni silab qo'yib edi, uning qo'lini go'yo atir sotqushining qutisidan chiqqandek so'g'uq va xushbo'y his qildim degan. Boshqalarning aytishiga qaraganda Payg'ambar alayhissalom mayli xushbo'y narsalarni iste'mol qilsin yoki iste'mol qilmasin, uning bilan qo'l elishib kurashganlar odamning qo'lidan kechgacha xushbo'ylik ketmaydi. U biror kichik bolaning beshini silab qo'ygan bo'lsa, u bola xushbo'yligi bilan boshqa bolalardan farqlanib turadi. İmam Buxoriy cho'ng tarixida Jabirdan rivoyat qilishicha, biror odam Rasulullahning orqasidan mangsa, u Payg'ambar alayhissalomning xushbo'yligidan bu yo'lda Payg'ambar alayhissalomning mang'anligini biladi. 221-bob Payg'ambar alayhissalomning aqlining komilligi. Payg'ambar alayhissalomning aqlining komilligi, zehnining o'tkirligi, sezimlarining kuchlikligi, tilining o'tkirligi, harakatlarining normalligi va axloqining go'zalligiga qaraganda uning eng aqlliq, eng hushyor odam ekanligida shak yo'q. Payg'ambar alayhissalom burun o'qimagan, mashq qilmagan, kitoblarni ko'rmagan turuqliq xalqqa shuncha ilmlarni o'g'itish va shariatni barpo qilishdan tashqari, uning xalqning ichki tashqi ishlarini boshqarishi, ommaga qo'llangan siyosati, ajoyib axloqi va go'zal turmush usullariga qaragandimi, uning aqlining komilligini, tushunchasining cho'nqurligini osonla bilib olg'ili bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom namozdagi chog'ida xuddi oldidagi narsani ko'rgandek, orqasidagi narsani ko'radi. Allohning Qur'ondagi sening namozga turgan vaqtingdagi holatingni va namoz o'quvchilar orasidagi harakatingni ko'rib turadigan nihoyat g'olib, mehribon Allohga tayong'in degan so'zi shu ma'noda tushuntirilgan. Aysha Payg'ambar alayhissalomning ko'zi qorong'udimi xuddi yo'riqda ko'rgandek ko'ratdi. O'kardagi 11 yulduzni sanay olaydi degan. Rivoyatlarda aytilishicha, Payg'ambar alayhissalom o'z zamonining palvoni hisoblangan Rakanani yiqitgan va uni islom diniga da'vat qilgan. Abu Hurayra Payg'ambar alayhissalomdan tiz mangadigan odamni ko'rmadim. U mangsa odamga uningga yer qatlanayotgandek tuyulatdi. Biz mushaqqat bilan mangsak, u pisinat qilmay mangadi. Kulsa tabassum bilan kulatdi. Mangsa go'yo egizdan tushayotgandek salmoqlik bilan mangadi degan. 222-bob Payg'ambar alayhissalomning tilining fasohatligi. Payg'ambar alayhissalomning tili yuksak darajada fasohatlik va cho'nqur ma'nilik edi. So'zi tabiiy, ravon, uslubi go'zal, ixcham, jumlalari aniq, tushunishlik va to'liq, to'g'ri, mazmunliq, takallufsiz, qisqa, ma'nilik edi. Rasululloh hikmatlik so'zlarni va arab tili shivilarini bilish xususiyatiga ega edi. Har bir xalqqa shu xalqning tili, shivisi, uslubi va so'zining fasohati bo'yicha so'zlaydi. Hatta Payg'ambar alayhissalomning nurg'un sahobalari turli joylarda uningdan o'z so'zining ma'nosini sharhlab berishni va ish berishini so'raydi. Payg'ambar alayhissalomning hadislarini va tarixini mulohaza qilgan odam bu nuqtani aniq tushunadi. Uning Quraysh xalqiga qilgan so'zlari Hazirmut va Yamanning podshohlariga, Najdaning cho'nglariga qilgan so'zlaridan farqli edi. Hatta har bir qabilaga so'z qilganda shu qabila yoqtiradigan atalg'ularni va so'z uslubini qo'llanadi. Uning bunday qilishdagi maqsadi islom dinining ta'limotlarini kishilarga tushunishli qilib bayon qilishdan iborat edi. Kishilar Payg'ambar alayhissalomning odatdagi so'zlarining ixchamligi, cho'nqur ma'nilik
ve fasahatlik ekanligi to'g'risida kitoblarni, divanlarni tuzib chiqishdi. Rasulullahning iboralari va ularning ma'nilari sharhlangan kitoblarni yozishdi. Payg'ambar alayhissalomning fasohat jihatda kamolatga yetgan so'z iboralari uchun tuvandagi iboralar misol bo'la oladi. Musulmonlarning hammasining joni barobar. Ularning eng tuvinimi boshqalarini qo'g'dash qo'ydi bo'ladi. Dushmanlarga qarshi o'zaro bo'ladi. İnsanlarning hammasi tog'oqning tishidek barobar. Kishi so'ygan odami bilan billa. Sen birisiga ravo ko'rganni u sana ravo ko'rmasa, uning bilan ham suhbatda bo'lsang xayriyat yo'q. Kishilar madan kallarga o'xshaydi. O'z qadr-qimmatini tushungan odam halok bo'lmaydi. Maslahatga chaqirilgan odam ishonchli odam. Söz qilib yaxshilikqa erishgan yoki sukut qilib omon qolgan bandaga Alloh rahmat qilsin. Musulmon bo'lsang salomat bo'lasan. Musulmon bo'lsang Alloh ajringni ikki hassa beradi. Sizlarning eng axloqli, kamtar, do'stlashtiruvchi va do'stlashquchi bo'lganlaringlar qiyomat kuni menga eng suyimlik va eng yaqin bo'ladiganlaringlardir. İki yüzlümüçü adam Allah'ın dargahida maqbul emas. Shuningdek, Rasulullahning bas munozirini, ko'p savol so'rashni, molni isrof qilishni, onalarni qaqshtishni, qiz bolalarni tirik ko'mishni man'iy qilgan so'zlarimi eng fasohatlik, eng ma'nilikdir. Uning har qanday yerda Allohga taqvodorlik qil. Yomonlik qilib solsang, uni yaxshilik bilan yo'g'in. Kishilarga siliq muomala qilgin. Ishlarning yaxshisi o'tir hol bo'lganidir. Do'stingga to'la yaqinlashib ketma. Bo'lmasa bir kuni u sening dushmaningga aylanib qolishi mumkin. Zulm qilganlarga ularning qilgan zulmi qiyomat kuni ularga qorong'u zulmat bo'ladi degan so'zlari va uning ba'zi duosidagi: Ey Alloh, shuni so'raymanki, sen rahmating bilan qalbimni hidoyat qilg'aysan. Ishimni teri-piran qilmag'aysan. Tarqoq ishlarimni jamlagaysan. Umid qilgan ishlarimni aplashtirgaysan. Amalimni pok qilg'aysan. Ishlarimni to'g'ri yo'lga solg'aysan. Do'stligimni qaytarg'aysan. Meni hamma yomonliklardan saqlag'aysan. Ey Alloh, men muvaffaqiyatlik o'limni, shahidlarcha o'lishni, baxtiyor yashashni, dushmanlar ustidan g'alaba qilishni tilayman degan so'zlarimi eng fasohatlik va cho'nqur ma'nilikdir. Yuqoriqilardan boshqa yana Payg'ambar alayhissalomning nurg'un kishilar tarafidan rivoyat qilingan so'zlari, nutqlari, xutbalari, duolari va sulhi nomalarimi fasohatlikda eng yuqori darajada turadi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari uningga "Senden mi fasahatlikroq so'z qiladigan odamni ko'rmadik" deganda, u Qur'on mening tilim bilan, ya'ni ro'shan arab tili bilan nozil bo'lgan tursa, shundoq bo'lmay qanday bo'ladi deb javob bergan. Payg'ambar alayhissalom yana bir qatim: "Men Quraysh qabilasidan kelib chiqdim. Bani Sa'd oymoqida o'sdim" degan. Payg'ambar alayhissalomning so'z iboralarida sahro so'zidagi kuchliklik bilan salmoqliq va shahar so'zidagi go'zallik bilan nafislik jam bo'lgan. Uning ustiga Payg'ambar alayhissalom kishilarning bilish iqtidori ojizlik qiladigan vahiy orqali Allohning madadiga va qo'llashiga ega bo'lgan. Anglag'uvchilarga ma'lum bo'lishi kerakki, har qanday bir o'lchamlik arabcha ibora boshqa bir tilga tarjima qilinganda aslidagi quvvatini yo'qotadi. Qur'on hadisning iboralarida taxmo shundoq. Rasulullohning har qanday so'z iboralarini o'z holatida bir necha jihatdan sharhlayligili, izohlag'ili bo'ladi. Ammo boshqa bir tilga tarjima qilingandan keyin undoq emas. Mana bu payg'ambarni arablardan avatish va Qur'onni arab tilida nozil qilishdagi sabablarning biri. Payg'ambar alayhissalomning nasabining asilligi, yurtining ulug'ligi hammaga ayon.
hech qanday dalil pokit talab qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom haqiqiy Qurayshlardan bo'lib, Quraysh qabilasining Hoshim jamiyatining ko'zi, arablarning eng esili, ota-ona tarafdan eng hurmatli edi. Allah uchunmi, payg'ambar uchunmi aziz yurt bo'lgan Makkalik edi. Bu nuqtalarni kitobning bosh qismida yetarli bayon qilib o'tdik. İnsanның hayotiga zarur bo'lgan ba'zi narsalarning oz bo'lishi fazilat hisoblanadi. Masalan, g'izolanish va uxlashning oz bo'lishi shu jumlaga kiradi. Arablar va hukmronlar azaldilla oz g'izolanish va oz uxlashni maqtab kelgan. Ko'p yeyish va ko'p uxlashni ayblagan. Chunki ko'p yeyish, ko'p ichish oshko'zlikni, hirislikni, shahvatparastlikni ko'rsatadi. Kishiga bu dunyodami, u dunyodami ziyon va turli kasallarni keltiradi. Kishini xomush qilib qo'yadi. Aqlni sustlashtiradi. Oz yeyish bo'lsa, qanoatchanlikni, nafsiga ega bo'lishni, shahvatni yengishni ko'rsatadi. Badanni sog'lomlashtiradi, zehnini o'tkirlashtiradi. Ko'p uxlash kishini azma, zaif, go'mush, o'rin qilib qo'yadi. İnsanning umrini foydasiz zayo qiladi. Dilni qasovatlashtiradi, g'aflatda qoldiradi, dilni o'ltiradi. Payg'ambar alayhissalom oz yeydi va oz uxlaydi. Payg'ambar alayhissalom oz yeyishni targ'ib qilib, odam bolasi qursaqdanmi yomon qochini to'ldirgani yo'q. Tuyish uchun bir qancha loqma kifoya qiladi. Yeyish zarur bo'lganda u oshqozonning 3dan 1ni tamoq uchun, 3dan 1ni suv uchun, 3dan 1ni nafsi uchun qo'yib qo'ysin, ya'ni bo'sh qo'ysin degan. Ko'p yeyish bilan ko'p ichish ko'p uxlashga sabab bo'ladi. Hazrati Oysha Payg'ambar alayhissalomning qursiqi tamoqqa to'yib boqqan emas. U oilasidan alohidarak tamoq surmaydi, berganni yeydi, berganni ichadi degan. Payg'ambar alayhissalomning sahih hadisida "Men yulinib o'tirib tamoq yemayman" degan so'zi bor. Kishi jazo qurib bahramon yulinib o'tirib tamoq yeganda tamoqni ko'proq yegish keladi. Payg'ambar alayhissalom beab, so'ngsuyib o'tirgandek o'tirib tamoq yeydi va "Men bir qul, tamoqni quldek o'tirib yeyman" dedi. Payg'ambar alayhissalomning uyqusimi oz edi. Shundaqdimi, ikki ko'zim uxlagan bilan qalbim uxlamaydi dedi. İnsanda qancha ko'p va qancha yuqori bo'lsa, shuncha fazilat hisoblanadigan narsalarmi bor. Obro'y shuning jumlasidandir. Odatda donolarning nazarida kishining obro'yi qanchalik bo'lsa, kishilarning uningga bo'lgan hurmatimi shunchalik bo'ladi. Alloh Isa alayhissalomni dunyo va oxiratda obro'yliq deb sifatlagan. Rasululloh bo'lsa payg'ambar bo'lishdan ilgarimi va keyinmi kishilarning hurmatiga ega edi. Mushriklar payg'ambar alayhissalomga va uning sahobalariga azor kulfat va suiqasd qilish niyatida bo'lsa-mu, ammo uning oldida deb tortadi. Uning hojatidan chiqadi. Bu jihatdagi misollarni yuqorida so'zlab o'tdik. Payg'ambar alayhissalomni yangi ko'rgan odam uningdan ayman etdi. Qayla degan xotinning rivoyat qilishicha, u payg'ambar alayhissalomni ko'rib qo'rqqanidan titrab ketganda Rasululloh uningga "Ey miskin, qo'rqma, o'zingni besib ol" degan. Ibn Mas'udning rivoyat qilgan hadisida bir odam payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib, titrab turganda payg'ambar alayhissalom uningga "Qo'rqma, men podshoh emas" degan. 223-bob Payg'ambar alayhissalomning qadr-qimmatining cho'nliqi. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik qadr-qimmatining cho'nligiga va Allohning uni payg'ambarlikka tanlaganligiga kelsak, bu dunyoda uning uchun eng yuqori martabadir. Oxiratda u butun odam bolalarining sayyididir. Kishilar pul molning ko'p bo'lishi bilan faxrlanadi, maqtanadi. Meli ko'p odamni nurg'un kishilar hojatimizdan chiqarmakin, asqatarmakin degan o'y bilan cho'ng bo'ladi. Meli ko'p bo'lishning o'zi fazilat emas. Meli ko'p odam pul melini o'zining ehtiyoji va boshqalarning ehtiyoji uchun sarf qilib, yaxshi nomga
ve kişilerin hürmetine sazavor bo'lsa, bu ahli dunyo nazarida ondan fazilat hisoblanadi. Agar oxiratni ko'zlab melini yaxshilik yo'llariga, foydali ishlarga sarf qilsa, bu ondan hamma odamning nazarida fazilat hisoblanadi. Meli ko'p odam baxil bo'lib, melini yaxshi ishlarga sarf qilmay, mal yig'ishga iris bo'ladigan bo'lsa, bundoq malning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. U odam baxil degan batnomga, pastkash degan aybga qoladi. Payg'ambar alayhissalomning qo'liga zaminning xazinalari, mamlakatlarning ochqishlari topshirilgan. G'animatlar uning halol qilingan edi. Rasululloh hayot vaqtida Hijoz, Yaman, butun Arab yarim orli va Sham, Iroqlarning yaqin joylari fath qilinib, nurg'unlagan g'animat, xiroj va zakot mollari keltirilgan edi. Atrofning podshohlari uningga sovg'alarni yo'llagan edi. Lekin Payg'ambar alayhissalom ulardan hech narsani shaxsiy egallab olmadi. Biror tangilik narsani ilib qolmay, hammani tegishlik o'rinlarga sarf qildi. Boshqalarni boy qilib etdi va musulmonlarni kuchaytdi. Payg'ambar alayhissalom Uhud tog'idek oltinim bo'lsa, uningdan Alloh yo'lida sarf qilish qilib qolganimdan boshqa bir dinarnimi yanimda qoldirish meni xushal qilmaydi degan. Bir qatim Rasulullohning qo'liga nurg'un dinar tushib qolganda, Rasululloh uning hammasini boshqalarga ulashtirib berib, azroqanala yanada ilib qolgan va unimi bir ayoliga bergan edi. Yatqanda uxlay olmay o'rnidan turib, haliqa qoldiq dinarlarni boshqalarga ulashtirib o'tib, "Endi aram topdim" degan. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan chaqda uning savoti oilasining xarajati uchun raniga quyuqliq edi. Payg'ambar alayhissalom xarajat, kiyim-kechak va turalg'u joy jihatdan faqat eng ehtiyojliklari bilanla kifoyalangan. Uningdan o'shqqa qiziqmagan. U kiyim tanlamaydi. To'laroq qo'pol to'qilmadan tikilgan to'n va boshqa kiyimlarni kiyadi. Vaholanki huzuriga kelganlarga oltin hal berilgan shoyi to'llarni hadiya qiladi. Kelmaganlarga avatib beradi. Yuqoriqilardan Payg'ambar alayhissalomning pul molga berilmaydigan fazilatga va molni zakot elishga tegishli kishilarga sarf qilish fazilatiga ega ekanligini ko'ramiz. Go'zal axloq adablardan shakllangan xislatlar husn xuluq deyiladi. Rasulullohda mundaq xislatlarning hammasi dabiladi. Payg'ambar alayhissalomning husn xulqi kamolatga yetgan edi. Hatta Alloh Qur'onda Payg'ambar alayhissalomni maqtab, "Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloqqa egasan" degan. Aisha Payg'ambar alayhissalomning butun axloqi Qur'ondagi bayon qilingan axloqdir. U Alloh mamnun bo'lganga mamnun bo'ladi, g'azablanganga g'azablanadi degan. Payg'ambar alayhissalom "Men go'zal axloqlarni umumlashtirish uchun avatildim" degan. Anas Rasululloh eng go'zal axloqliq edi degan. Payg'ambar alayhissalom boshqa payg'ambarlarga o'xshashla tabiiy axloqliq edi. Ular payg'ambar bo'lib, Allohning nuri dillarini yuritishi bilan axloqda yuqori kamolatga yetgan. Alloh ularni payg'ambarlikka tanlashi bilanla ular hech qanday tirishish va mashq qilish jarayonlarini o'tkazmayla esil xislatlarga ega bo'lgan. Mundaq go'zal axloqlar va esil xislatlar ko'p. Biz bu yerda ularning tub asoslarini bayon qilib, tarmoqlarini ishorat qilib, Payg'ambar alayhissalomning sifatlarini so'zlab o'tmoqchimiz. Adab axloqning tub manbasi va markaziy nuqtasi aql. Ilm ma'rifat aqldan tarqaladi. Donolik, cho'nqur fikrlik, rostlik, to'g'ri o'y fikr, yiroqni ko'rish, nafsining kayniga kirmaslik, nafsi bilan kurash qilish, shahvat bilan kurash qilish, to'g'ri siyosat, to'g'ri tadbir va fazilatlarni hosil qilish, past arzu havaslardan xoli bo'lish qatorliqlarning hammasi aql orqali maydonga keladi. Payg'ambar alayhissalom aql va ilm jihatdan hech kim yetolmagan yuksak darajaga yetgan edi. Payg'ambar alayhissalomning ahvolini va tarixini o'rgangan, uning ixcham ma'nilik so'zlarini
go'zal axloqlarini va hadislarini tadqiq qilgan odamlar, Muhammad alayhissalomning Tavrat, Injil va boshqa muqaddas kitoblar to'g'risidagi bilimini tadqiq qilgan odamlar, uning o'tgan ummatlarning tarixi to'g'risidagi bilimini tadqiq qilgan odamlar, uning maqol tamsillar, kishilar ustida yurgizilgan siyosatlar, yo'lga qo'yilgan shariatlar to'g'risidagi bilimini muhokama qilgan odamlar, uning tibobatchilik, matematika, etnografiya fanlarining olimlari namuna qilib olgan so'zlarini tadqiq qilgan odamlar buni tushunadi. U savodsiz payg'ambar bo'lib, o'qigan emas, burunqi kitoblarni ko'rgan emas, birarsiga shogird bo'lib boqqanmi emas. Uning bilimini faqat Alloh uning diliga silib, uningga bildirgan. Allohning payg'ambar alayhissalomga o'rgatgan ilmlari kin bo'ladigan ishlar to'g'risida, Allohning ajoyib qudrati va katta mulki to'g'risida bildirganlaridan tashqarimi, payg'ambar alayhissalomning o'z aqliga yarasha ma'lumoti bor edi. Alloh Qur'onda payg'ambar alayhissalomga: "Alloh sana Qur'onni va hikmatni nozil qildi.